Mamlakatimizda yosh avlodni sportga keng jalb etishga qaratilayotgan alohida e'tibor samarasida o'zbek jang san'ati yoshlar o'rtasida tobora ommalashib bormoqda. Aytish kerak, o'zbek jang san'ati zamirida xalqimizga xos mardlik, vatanparvarlik mujassam. Milliy sportimizning xalqaro nufuzini oshirish maqsadida ham musobaqalar tashkil etilyapti. Jumladan, Sport vazirligi Jang san'ati assotsiatsiyasi, O'zbek jang san'at federatsiyasi, Jizzax viloyat hokimligi hamkorligida Jizzax shahridagi kiber-arenada tashkil etilgan Osiyo Kubogi bahslari ham qit'amizning 12 davlatidan tashrif buyurgan sportchilarning milliy sportimiz borasidagi mahoratini sinovdan o'tkazdi. Musobaqaning tantanali ochilish marosimida yurtimizda yosh sportchilarga berilayotgan e'tibor, o'zbek jang san'ati sport turini ommalashtirish yo'lidagi sa'y-harakatlarga alohida e'tirof etildi. Bu borada fidoyilik ko'rsatayotgan hamkorlarga sovg'alar topshirildi. Osiyo Kubogi bahslari yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida tashkil etildi va dastlab ishtirokchilar ko'rgazmali chiqishlar bilan bahslarni boshlashdi. Shuningdek, musobaqa davomida jang kurash yo'nalishida ham sportchilar mahorati hakamlar sinovida o'tkazildi. Navbatdagi kunda sportchilar Temuriylar bellashuvi qilich qalqon yo'nalishida o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdi. Natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida mamlakatimiz sportchilari yetakchilik qilishdi. Qirg'iz Respublikasi 2-chi, Qozog'iston va Turkmaniston jamoalari 3-chi o'rinni band etishdi. Darvoqi musobaqa davomida Jang san'ati assotsiatsiyasi a'zolari ishtirokida O'rta Osiyo O'zbek jang san'ati federatsiyasiga rais saylash yuzasidan ham navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi. Unda Jizzax viloyat sport boshqarmasi boshlig'i Jalol O'ktamov nomzodi ko'rsatildi va a'zolar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi.